Assalomu alaykum va rahmatulloh. Добрый вечер всем. Xayrli kech hammaga. Yangi tovarlarimiz kelgan ko'ringlar ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda bu telefonimizni ko'ringlar. Garantiyali telefon. Yangi Honor X9D atiga 3 million 300 ming so'm o'rtoqlar. Yangi. Ochib ko'rib tekshirib olgan xolos korobkasini olib qolishgan ekan. Endi kreditga muddati to'laga chiqqan, lekin muammosi yo'q. Inshaalloh hech qanaqa qulflanmaydi. Qulflanish boshqasiga 1 yil garantiya beriladi bunga. 8256 talik yangi. Stiklo, chexol, zaryadchi, kabel, dokument hamma yo'g'i bor, faqat korobkasi yo'q xolos. 108 megapiksel kamera, 8300 amper batareya, yoqib ko'rib tekshirib olingan xolos. Boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Temperda ofitsialniy imega. Ana Honor X9D BG Snapdragon prosessor 6 Gen 4 8 operatika 256 xotira 8300 amper batareya telefonimizda. Yangi telefon kimga kerak bo'lsa, mana arzon narxda keraksa 1 million 1,5 million so'm arzoniga 3 million 300 ming so'mga. Bu full komplekt holatda. Telefonlarimiz ko'p, xudo xolos kuzatib turinglar. Xiaomi 11T BG'si korobkadagi 8 ga 128 talik holati yaxshi. Abadoylarni ham ko'ringlar, xudo xolasa puliga arziydigan yaxshi telefon. Hamma yo'q radnoy ekan. Endi bular AMOLED ekran bo'lgani uchun ozgina ekranda fon bo'lishi mumkin soyalari, lekin ko'rinmayapti ham. Короче, shunaqa 8 ga 128 talik ham igrovoy telefon 90 fps ko'tarib beradi. Korobka dokumenti bor, 108 megapiksel kamera, ovozi baland, interneti tez. Tavsiya qilaman. Telefonimiz 1 million 900 deyapmiz, 1 million 800 qilib beraman oxiri. Korobka dokumentligi. Endi Redmi 12 ni ko'ringlar, korobka dokument 1 yil garantiyali telefon, o'ta ideal holatda ekan, yangidek. 4 ga 128 talik abadoylari ham tiniq, toza telefon. 4 ga 128 1 million 50 deyapman, 1 million qilib beraman korobka dokumentlari bilan. Xo'p, endi buni ko'ringlar, One Plusmi, One Plusmi? Telefon dahshat telefon ekan. Endi ishlangan ozgina chaqachuqasi bor nomiga. Videoda ham ko'ringan, dash yo'q ham desa bo'laveradi, tiniq ekan. Maytdan iPhone'larga o'xshab bezuvik, zuvik bo'lsa bo'laverar ekan. Kameralar o'ta tiniq, flagman telefon ekan. Bitta nimasi, nima o'zi aslida 6 million 7 million ham turibdi bu telefon. O'ta qimmat telefon ekan o'zi aslida. Endi buni korobka dokumenti yo'qligicha kimgadir korobka dokumenti xizar yo'q masalan. Ekran tezligini ko'ringlar, o'ta tez, o'ta tiniq ekan, plavni ishlaydigan, hayolda ishlayotganda. One Plus Nord 4 degan ekan, bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. 256 GB xotira, prosessor Snapdragon 7 Plus Gen 3 ekan. Mobile platform deyapti. Eng kuchli prosessordan igrovoy. 5,5 ming amper batareya. Batareyasi ham mo'shli. Bunaqa igrovoylar bo'lsa 4,5 ming bo'ladi. Bunda 5,5 ming. 12 GB operatika, 50 megapiksel kamera. Tavsiya qilasizlarmi telefonni? Vahshiy zo'r. Imekadan o'tmagan faqat, bez imeka, xolasizlar, imekada so'radi, xolasizlar, shunday ishlatasizlar. 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. Oxiri 2 million 200 ming so'm degandan kelib olib ketsanglar, dastavka pastavkasi bo'lsa 2 million 300 ichida bo'ladi hamma yo'q dastavkalar. Tavsiya qilaverasizlar, 12 256 talik 5,5 ming amper batareya, prosessor o'ta kuchli igrovoy telefon ekan. O'zimga ham yoqdi. 2 million 300 deyapmiz buni. Buni endi mana shu o'rtaga qo'yib turaveramiz. iPhone bor, iPhone 7 arzon narxda qilib beramiz. Ko'ringlar, 100 yomkisda 128 xotira 850 deyapmiz. Отпечатkalargacha ishlaydi ekan, o'zim tekshirib oldim. 128 talik iPhone 7 so'rayotganlar ko'p edi, yozgi kunda ixcham telefon. 100 yomkisda 128 talik 850 ming so'm qilib beramiz bu telefonimiz. Bu ham rosa zo'r holatda, buni ham mana shu qo'yib turaveraylik. Honor X9C telefonimiz, Honor X9C BG esa bu rangni so'raganlar juda ko'p bo'ladi. 108 megapiksel kamera, kam yo'q bu rangi. Rosa chiroyli lekin. Qo'lda ham zo'r o'tiradi. Orqasiga bir plyonkalar tortilgan. Ishlash sifati zo'r, ekranlari toza, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q inshaalloh. Xarakteristika Honor X9C, prosessor Snapdragon 6 Gen 1, 8 operatika, 6600 amper batareya. Endi bunday hisoblasanglar, puli 2 million 200 ming so'mga, 2 million 200 ga qanaqa telefon? Samsung A26 larni beryapti. 26 yaxshimi, bu yaxshimi? Endi kimgadir Honor, kimgadir nima, Edge ekran bo'ladi Samsung. Короче, Edge ekran 256 xotira 8 operatika 6600 amper batareya. Korobka dokumenti yo'q, garantiyasi bor. 2 million 200 ming so'm qilib beramiz. Afshizlar. Endi Infinix'imizni ko'ringlar. Infinix Hot 40 Pro Plus, Pro Plus nima? 40 Pro'si. Ana Infinix Note 40 Pro 256 xotira 12 GB operatikalik 5000 amper batareya 108 megapiksel kamera. Korobka dokumenti yo'q, garantiyasi bor, abadoylari tiniq, ekranlari toza. Puliga inshaalloh arziydi, arzon qilib beramiz.
Bu telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 1.800.000 so'mga oxiri xarid qilishingiz mumkin. 1.900.000 deyapmiz, 1.800.000 qilib beramiz. Zo'r telefon. Redmi Note 8 bor, arzon narxda telefon so'rayotganlarga, lekin bu 6 ga 128-48 megapiksel kamera bo'ladi. 6 ga 128 talik ko'pchilik ko'rmagan, kamdan kam bo'ladi bular. 4 ga 128 talik bo'ladi, 4 ga 64 talik bo'ladi, lekin bu xudo xolasa 4 ga ekan, bu ham 2 qo'shilar ekan. 4 ga 128 talik. Kimga kerak bo'lsa, radnoy holatda Note 8 imiz 750.000 so'm qilib beramiz. Samsung A34 BG ni ko'ringlar, zo'r holatda ekan, 8 ga 128 talik. Abadoylari, mana tepa, pas, yon, hamma yo'g'i zo'r. Inshaalloh 1.800.000 deyapmiz, oxiri 1.700.000 qilib beramiz. Do'kondan kelib olib ketsanglar. 8 operativkaligi. BG poddeshka qiladi, zo'r telefon. 1.700.000 ga oxiri. Endi iPhone XR bor. Zo'r holatda face turtoni bor, 100 yomkisda usulini 108 megapiksel, 128 GB xotira 2 million so'm deyapmiz, oxiri 1.900.000 qilib beramiz. 17 Pro korpus o'rtalar. Puliga arziydi, xudo xolasa 100 yomkis face turtonlari bor, основной объектом устройства Amerika Region XR 128 xotira. Hech qanaqa muammosi yo'q, xudo xolasa ko'ringlar. 17 Pro Max, 17 Pro qilib ishlataman deganlarga tavsiya qilamiz, 1.900.000 qilib beramiz oxiri. Bu ham arzon narxda, xudo xolasa. Endi Redmi Note 12 so'rayotganlarga marhamat, 1.50.000 so'mga 4 ga 128 talik. Oxiri 1 million so'm qilib beramiz buni ham. iPhone X 256 rasi so'radinglar. Marhamat, tavsiya qilamiz, 100 yomkis 256 GB xotira, turtoni yo'q, face bor, ishlayveradi, xudo xolasa. Face endi menga emas edi, shuning uchun ochilmasa kerak, paroli 8 edi. 8 paroli, mana ko'ringlar. Hammaga tavsiya qilaverasizlar, xudo xolasa, puliga arziydi. Yomkisi, xotirasi baland, mana iPhone X Koreya region 256 GB xotira, aybi nuqsoni yo'q, yomkisi ham 100 yomkisda. Face bor, turtoni yo'q ama. Turtoni yo'q, face bor. Kimga keraksa marhamat, face endi asosiy narsa, bunday qaraganda yuzga ochiladigan narsasi. Tavsiya qilaman, o'zi 1.600.000 deyapmiz. Obunachilarimizga stiklo, chexoli, kabeli ichida bo'ladi 1.600.000 so'mga. Zo'r narxi 1.600.000 ga. Honor X7D, mana yangi ekan, 1 yil series garantiya, hech qancha ishlamagan. Uni menga yoqqani qaranglar, rangini bunday qilsanglar, boshqacha rang, bunday qilsanglar, boshqacha, to'g'ri qarasanglar boshqacha. Pustina deb qo'yar ekan, haligi cho'ldagi tillaqum rang deganiga. Afshi chiroyli, zo'r, 256 xotira yangidek, hech qancha ishlamagan. 8 operativka, 256 GB xotira, ikkita sim karta, ikkalasi ham ofitsialniy o'tgan, garantiyalari buni. Telefon haqida Honor X7 Qualcomm Snapdragon prosessor 688 operativka, 256 xotira, 6,5 ming amper batareyka. Batareykasi ham mo'shni. Haqiqatda yangi degan, korobka dokument bor, zaryadchi yo'q, xolos. Telefonimiz 1.850 deyapmiz, 1.800 qilib beramiz buni. Yangidek. Endi u OnePlusmi, OnePlusmi nima edi? Yo'q, Redmi Magic ekan bu. Korobka dokument original zaryadchilari bilan ekan. Redmi Magic deyapti. Yangida ekan, 64 megapiksel kamera, игровой telefon, bitta sensorlari bor ekan. PUBG o'ynagan moslashtirilgan shekilli, ovozlari baland, ishlashi zo'r, batareykalari ham mo'shni, ekran bundan vahshiy planli ishlaydigan, tezligini qaranglar. O'zilla bor ya. Hozir mana lotincha, inglizcha turibdi telefon haqida. Mana Redmi Magic 6 rechingmi deb qo'yibdi. Telefon hamma yo'g'i 8 operativka, 128 xotira. Adashmasam eng kami 90, bo'lmasam 120 fps ko'taradi. Uni ham bilganlar yozib qo'yinglar. 2.300.000 so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Zaryadchik, paryadchik, korobka dokument hamma yo'q bor ekan. Xarakteristikasi mana bu yozgan. Tushunganlar bo'lsa, protsessor Snapdragon ekan, 888 ekan, 144 Hz ekran tezligi, AMOLED ekran ekan. Nima deyapti yana bir narsalar deyapti. 64 megapiksel kamera, o'yinga ekan, gamma bir bola deb tashlayapti. BG poddeshka qilar ekan, teng bo'l. Redmi Magic telefonimiz, tavsiya qilamiz, puliga arziydi inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa marhamat, videoda yaqinlarga yuborib qo'yinglar, tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Игровой telefon. Hop, buni ko'rsatdik iPhone 7 ni. Mana OnePlus yana bitta bor, hali uzun korobkada mana uni. OnePlus 10 ekan. 10 Plus 9 Pro BG ekan. Korobka vobshe uzun ekan bunda ham. Mana shu turishda. Hozir olamiz telefonni ham, korobkasini. Bu ham zaryadchilari bilan full komplet. Ana zaryadchilar. Zaryadchi ham mo'shni ekan.
Hop, OnePlus 12256 talik 2300 amper batareyka. Bu imegadan o'tgan. Mana bitta imegadan o'tmaganini qo'ydik. Mana o'sha imegadan o'tmagan. Bu kuchliroq ekan ama. Chunki 12256 talik 5,5 ming amper batareyka. Bunda 4,5 ming amper batareyka. Bu ham 12256 talik. Mana OnePlus 9 Pro ekan, 256 xotira prosessor Snapdragon, bu ham kuchli ekan. 4,5 ming amper batareyka, 12256 talik. Основной 48 megapiksel, 50 megapiksel. To'rtta kamera ekan, to'ralasi ham ishlaydigan, to'ralasida ham katta kamera bor ekan, короче. Игровой telefon puliga arziydi inshaalloh. Kimga kerak bo'lsa marhamat, tavsiya qilaverasizlar. Bunda ham anaqa bezu qiladigan joylar bor ekan. Ularda hammasi shunaqa shekilli. Ikkita sim karta. Bunda adashmasam bittasi o'tgan, bittasi o'tmaganligini shunaqa edi. Lekin ofitsialni bittasi o'tgan, xudo xolasa. Tavsiya qilamiz. Bu telefonimiz ham 2 million 300 ming so'm. Korobka, dokument, zaryadchi, full komplekt holat. Xudo xolasa telefonlarimiz puliga arziydi. Arziydi deganlar like bosib qo'yinglar, puliga arziydi deb yozib qo'yinglar. Xudo xolasa shunga qarab biz ham harakat qilamiz. Telefonlarimizni ko'ringlar. Bundan tashqari ham telefonlarimiz juda ko'p. Pastda yangi rабочий, yana nimalar kelgan, yangiliklar. YouTube'ga qo'ymadik, buni ham qo'yib qo'yaylik. Bu Infinix GT 10 Pro'si 8256 talik korobkadagi men ofitsial imega o'tgan radnoy holatdagisi 2 million 350 deyapmiz, 2 million 300 qilib beramiz. 2 million 300 ga eng qizig'i bitta kullar ham qo'shib beramiz muzlatadigandan. Ana Infinix GT 10 Pro 256 xotiraligi, 108 megapiksel kamera, 5000 amper batareyka, 8 operativga. Kimga kerak bo'lsa marhamat, muzlatadigan kullerlari bilan, korobka dokumentlari bilan 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. Endi Infinix Note 50 Pro'miz ham kelgan. Buni ham hali internetga qo'yib ulgurmadik. Ozgina chaqa-chuqalari bor. 2 million so'm deyapmiz telefonimizni. Arzonroq qilib beramiz. Xudo xolasa oxiri 1 million 800 ming so'mga. 1 million 900 yozib qo'yaman, 1 million 800 qilib beraveramiz. Kelib olib ketsanglar, xudo xolasa. Samsung A17imiz bor, ko'ringlar. Yangidek ekan, bir kun ishlangan ekan, xolos 8256 gigabaytli. Ko'ringlar. Yangidek 8256 gigabayt. Ozizga bu bir kun ishlagan ekan, pulga zo'r sotib ketish, korobka dokument yo'q, garantiyasi bor. O'zi aslida 2 million so'mga ham arziydi. Obunachilarimizga 1 million 900 qilib beramiz, oxirgi narx. Faqat bir dona ulgurib olinglar. Bu ham arzon narxda inshaalloh. Endi yana nimalardir qo'yib ulgurmadik internetga. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa arzon narxda qilib beramiz. Qolgan telefonlarimizni ham qo'ymaganlarimiz bor ekan yana. Xudo xolasa ularni ham qo'yib inshaalloh rasm, video hamma yo'g'ini chiroyli qilib beramiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Telefonlarimizni tavsiya qilinglar, videolarimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Bemalol qaysi telefon yoqqan bo'lsa, rasmga olib, skrinshot qilib, telefon qilib xarid qilsanglar bo'lar. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Bu telefonlarni hammasini barterga ham kelishaveramiz. O'zingizlar telefonlarni olib kelsanglar, ko'rib kelishaveramiz yoki bo'lmasa muddati to'lay ham chiqarib beraveramiz. Videoda yaqinlarga yuborib qo'yinglar, tavsiya qilinglar, inshaalloh sizlar orqali ular ham o'zlariga, yaqinlariga yaxshi telefonlarni xarid qilishlari mumkin.